Yo, başka selam ben Şahsara bilen Şabdan Hazırlık'a nimaga mana skilim Alex qo'yishdi. Bugungi video o'yinimizda biz ya'ni Minecraft o'ynaymiz. Va mana oldingi akamdan qilishdi. Biz bu Minecraft o'ynaymiz. Podpiskami 70 ta beringlar, 70 tadan keyin 100 ta beringlar. Juda xursand bo'lgan bo'lardim obunachilar. Zo'r videolar chiqishi ham boshlaydi. Anchadan beri video chiqmay qoldi bilaman. Xo'p, endi biz videomizni boshlaymiz. Nima desam unchalik kuchayib ketdi. Nima videoni boshlamasdan oldin narsalar qilib oldim, chunki sizlarga yaxshi bo'lsin deb. Ya'ni kutib turmaysizlar deb mana nimalar qilganimki vaqti videoga vaqt ketmaydi-da, o'shaning uchun qilib oldim vaqtliroq. Xo'p, chunki videoni yapganimda qilib oldim. Xo'p, endi bundoq qilamiz. Endi biz mashqqa uy qurmoqchimiz. Keyin mashqda tegida yashamoqchimiz. Потом bitta arti degan videoni bilsanglar kerak. O'sha hozir bitta arrani inini ko'rib qoldim deb o'sha yerga boramiz. Enderman bilan topganimdan keyin o'shani iniga uchib kiramiz. Ha, bu videoni qismi ham bo'ladi. Hozir men ko'proq daraxt chopmoqchim kerak ekan, sizlarga xabar beraman. Xo'p, birinchi biz manta ko'rib qoldik hozirgina Minecraft baklaganda. Hozir kirib chiqamiz. Yoqadroqda shunaqa rol bor ekan. Qaranglar. Mashta. O'zi Alex Martidan bilgan bo'lsangiz, mashta o'tirib g'or bor. Muhramiz. Navoiy kavli qiziq bo'lish uchun video tayyorlab Creeper qaranglar. Mana creeper. O'ynayman. Biz butdan chiqib ketamiz. Endi tez o'zimiz oralimizga boramiz, chunki kechqurun biz o'ldirib tashlashadi. Shuncha biz tez o'zimiz oralimizga borishimiz kerak. kerak bo'lardi. Davay, tog'dan chiqish вообще noqulaydi. Boshdan Jun kerak. Baribir bu jun kerak emas. Bizda jun bor, bu jun kerak emas. Shuni chiqib olamiz jundan. Albatta biza bu Bitta olamiz so'bilishi. Mana shu atrofda mana oralim bor, bilasizlar. Ketdik, chapat. Hop, endi tez o'zimiz oramizga borib, tez oramizga bekim olishimiz kerak. Hop, bilasizlar bu videoni hozir 0-qismi 1-qismi. Hozir bilasizlar tepaga chiqib olishim kerak bo'lmaydi, chunki tepadan ota olishmaydi. Hech kim bana. Ana ota oladi lekin skelet. Lekin bizani zombi qilib tashlashmasligi uchun biz o'zimizga hozir daraxtdan uy qurib olamiz. Hozir oddiy daraxtlardan qilamiz, keyin daraxtimizni olib kesib olamiz. Hop, endi bilasizlar ertalab tushgan videoni ertalab bo'lishi videoni yoqtiramiz derdim, lekin ko'p payt ketadi. Ertalab bo'lishi o'shaning uchun hozir o'rganimiz yaxshiroq. Bizga qo'y kerak. Qo'ydan tezroq qo'y topib, keyin biz tezroq anaqa uxlab olsak yaxshi bo'ladi deyman. Chunki biz yana yo'limizda qo'y chiqib qolsa oppoq bitta solamiz. Mana arralar yo'liga kirish joyi. Kechqurunda umuman qo'ymagan bo'ladimi? Boyaman bijvadan boshlagandim. Skelet bilan qochdik. Eng qizig'i mana qornim ochib qoldi Minecraftda. Kelishdik. Jamga borganim yaxshiroq. Tez. Men yaxshiyam pechkam o'zimda. Pechkam. Skelet. Bu hali qolib tushmadi. Xo'p, bersak. Tomga qo'ysak edi.
Bizi bersakdan namni yasashga. Bitta cho'p. Ana kerak. Hop biz daraxtda yashaymiz. Bizda 44 ta daraxt. Xullasda 59 ta bo'ladi. Bitta qo'ysa esa bizda 63 ta bo'ladi. Nimaga? Nechta san qo'ysang, bitta, 2ta, 3ta, 4ta. Qo'ysa endi 6 ta go'sht qo'yamiz. Hammasini qo'yaveramiz, hammasini. Hop, endi biz ovqatimiz pishishini kutib, ovqatimizni qarish-qurish qilamiz. Davay. Ana ovqat. Bitta shuni qo'shqana. Voy. Yaqin atrofda qo'y bormi? Qo'y yo'q, shuncha tezda bo'lamiz. Hamma qo'yib olamiz va ertalab bo'lsa-da sizlarga xabar beramiz. Ertalab bo'lsa keyin videoni yoqamiz demoqchiman. Mana xoyat obunachlar, ertalab bo'ldi. Bizni ko'paytib kutdim men buni. Ishlaydi, tez bilan yig'ishtiramiz daraxtlarimni. Tez. Tez buni ol. Uni turishini qaralab, terman bersagim ketishdi. Kesalarmi? Unda biz ham daraxtni ham olamiz. Nima? Ro'mayapsan, turmayapsan. Kechqurun ko'rdim, endirmen umuman chiqmadi, lekin biz endirmen kerak edi. Tosh kelgimiz. Shuncha toshim ketdi, shuni ertalab bo'lish kutish uchun men kirib ham tashlarimni potrab bordi. Benim yana bitta toshim 53 ta bo'ldi. Endi bitta ketdik bu yoqdan tez so'ramiz obunachilar. So'ramiz. Deb ketamiz endi bu yoqdan tezroq ketib biz o'zimizga yana qilamiz. Kirib baxki. Tushmoqchimisan? Mana urush kerak edi. Birinchilar qurdinglar. Endi biz tezroq tepaga chiqsak, endi bizga endirmen kerak. Endirmen suvdan, ya'ni qo'rqadimi yo joni ketadi suvdan. Shuning uchun biz endirmendan umuman qo'rqmasak bo'ladi, lekin endirmen tez telefon qilib bizani o'ldirishi mumkin. Hop, tezroq tepaga chiqaylik. Zombini o'ldirdimi? Bizga tezroq ana kerak, echki kerak. Qarayman, kattaligini, tepani. Tepasi chiqamiz hozir. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Lep. Ko'mak. Degan bitta boshimni ko'raman. Menga rosa ko'p kerak bo'lishlar. Shuning uchun biz tezroq yurib to'xtaylar. Xotima chap qo'limga oliy. Cho'tki bo'ladi. Do'xsam yeydi. Bu jonim ikkita qoldi. Tepadan sakrash shart edimi? Baxti qulsha kerak. Baxti yaramas, baxti. Hop, endi tezroq uni boray qolay. Boray, obunachilarga video o'tgan deb gapirishi. Endi biz tezroq borsak, ya'ni qoncha qovoq qolamiz. Qovoq degani yaqin atrofda qishloq bor degan obunachilar. O'zi ichgan qovoq bo'lganda yaqin atrofda qishloq bo'ladi deb. Shuning uchun bunday qovoqni chiqib, shuning uchun biz qidiramiz. Chunki ya'ni quloq chiqib qolsa, bebiroq kuchayib ketamiz.
Meni qo'yla buni ishla meni bak kellaring. Hamma bak. Baylang. Qo'yla kubayan ko'mamda endi yotoq yasashga. Jigarang bo'lsin. Bor. Okuram yaşayımız. Hop yaşayımız. Endi tezroq tepaga. Ana tepaga chiqib ketib, kallasi ishlamaydi. Qanaqa tepaga chiqasan? Parkurchimassan. Hop endi biz tezroq tepaga chiqaylik. Qanaqa joylar bor ekan tepada. Qishloq o'zi tepada bo'lsa-ya. Hop shu. Tekshirgan yo'lni qaranglar. Ketdi bo'lmuş. Stop. Nima bu? Bizani ana qilishimiz uchun, past tushib ketishimiz uchun yo'q qilish demaga. Menga bu yo'l to'g'ri kelmaydi. Chunki men bu yo'ldan o'ta olmayman, parkurchiman. Qancha sigirlar bor ekan. Qanaqa sigir bilmadim. Sekin deb suvga ovqat yeydi. Bak hamma sigir bo'lsa, hamma pochoq chiqadi. Menga ko'p ovqatlaring kerak. Bak. Mana. Hozir uxlayamiz. Mana. Kes. Hopan. İkinci ben versaydın yok mu? Versa kesetiz. Versa kesip o branşıyla tez. Hava bana çok kötü. Bugün videomuz aşık gitti. İkinci videoya geç korktum. Çünkü bu videoda çıkaracağım oldu. İlk çıkmaydı şu anca. Bugün videomuz aşık gitti. Selam dönem oldum. Hayır. İkinci videoya geç korktum. Bu videonun ikinci kısmı çıkardı. 50 TL like yapmayı söyle.